Assalomu alaykum hammaga. Sizlarda ham qaniylarga mana bunaqa kam reaksiyalar bosilayotgan bo'lsa, qidiruvga kirib reaksiyalar bot deb yozamiz va birinchi chiqqan botga kiramiz. Unga start berib, kanal uchun agar bizga kanal uchun kerak bo'lsa, kanal tanlaymiz va bizga ular masalan qo'llanma chiqarib beradi. Mana shu botlar hammasi bizni kanalda admin bo'lishi shart. Va bu masalan agar juda ham qiyin kanalga qo'shish qiyin bo'lsa, reaksiya deb yozamiz va bularga reaksiya tanlab chiqamiz. Masalan, reaksiyalar o'zgartirishimiz mumkin. Tanlagan reaksiyalardan tashqari boshqa o'zimiz o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va buni sinab ko'rish uchun reaksiya so'zini yozib ko'ramiz kanalga va avtomatik reaksiyalar bosiladi biz uchun. Bu juda ham oson. Agar oldingi postlarimizga ham reaksiya kerak bo'lsa, oldingi postni olib botga tashlaymiz va bu har xil reaksiyalar tugmasini bosamiz va bu biz uchun reaksiyalar tanlab beradi. Mana bunaqa usulda ketadi. Xuddi mana shunaqa bosiladi keyin avtomatik reaksiyalar. Bundan tashqari, masalan, bizda ikkinchi botimiz ham bor. Ana botda biyosida turibdi. Bu ikkinchi botda ham xuddi ikkalasi bir xilda ishlaydi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.